أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 29-cı para Sürə Mulk Məkkədə nazil bolğan 30 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bütün asman zimidinin padişahlığı ilgili bolğan Allah'ın bərəkəti büyüktür. Allah hər nərsəgə qadirdir. Sizlərdən qaysınlarning əməli ən yaxşı ekanligini sınash uchun Allah ölümni və tiriklikni yaratdı. Allah g'olibdir. Tavba qilg'uvchini naydi mag'firat qilg'uchidir. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allah'ning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga tekrar qarab baqqinki, biror yuchuqni ko'ramsan. Ondan sen yana 2 qatim qarag'in. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'in holda qaytidi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni atadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan shular bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak hangragandek sat ovozini anglaydi. Do'zax g'azabdan parchanib ketishga tas qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda deydi. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edi deydi. Ular gunohni to'naydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Parvardigordan ko'rmay turibla qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar. Allah hamon uni bilib turdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allah'ning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allah'ning dargohiga qaytirilisizlar. Ey kuffarlar, osmondagi zotning yer tavrigan chaqda sizlarni yerga yutqizuvchishidan qo'rqmamsizlar. Yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar. Sizlar azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qandoq ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qandoq ekan? Ular qanotlarini yoygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'zi bilan qaramamdi. Qanotlarini kergan va yiqqan holda ustlarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Allah qudrati bilan tutib turadi. Allah haqiqatan har narsani ko'rib turguchidir. Sizlarga Allah yordam bergandan tashqari yana kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kofirlar faqat oldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nasil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Allah rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq berdi? Ular takabburlikda
haqdan yiroqlashishda asvaylab ketgandir. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qatini rost tutib tuz yo'lda mangan odammi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Aytqinki, Allah sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'planasizlar. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshirildi, deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qardab ketadi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi chiqinlarda talab qilgan narsadir, deyildi. Ey Muhammad, sening o'limingni orzu qiladigan mushriklarga aytqinki, aytib betinglarchi. Agar Allah sizlar orzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mo'minlarni halok qilgan bo'lsa, yoki bizning ajalimizni ta'xir qilib bizga rahim qiladigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Aytqinki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. Ularga aytib beqinglarchi, suyunglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim eqin suv keltirib berdi, degan. Sura Qalam Makkada nozil bo'lgan 52 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Nun, qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, ey Muhammad, sen Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Muqarrarki, sen albatta o'ksimas savobga erishsan. Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloqqa egasan. Kelgusida qaysinglarning majnun ekanligini sen ko'rasan. Ularni ko'rdi. Shubhasizki, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topqushlarni obdan biladi. İnkar qilg'ishlarga itoat qilmag'in. Ular sening o'zlari bilan madora qilishingni, shuning bilan o'zlarining sen bilan madora qilishini orzu qiladi. Qasamxo'r, pas, g'ayvatxo'r, suvxanchi, bexil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmag'in. Bizning oyatlarimiz uningga o'qib berilsa, uning mol-mulki va o'g'illari bo'lganligi uchun bu burunqlarning hikoyalaridir, deydi. Uning burnini dog'lab belgi solamiz. Shubhasizki, biz ularni, ya'ni Makka aholisini, ma'lum bog'ning egalarini sinagandek qohatchilik, ochirchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Ular, ya'ni bog'ning egalari, uning mevalarini kambag'allar uqmasin, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardala uzilishga qasam ichishgan edi. Ular Xudo xolisa demagan edi. Ular uxlayotganda bog'ga Parvardigoring tarafidan azob, ya'ni yong'in nasil bo'lib, bog' kuyib, qop-qora kuldek bo'lib qoldi. Ular, agar mevlarni uzmoqchi bo'lsanglar, boqqa beringlar deb atiganda bir-birini tovlashdi. Ular mangdi. Yo'lda ketib o'tib, bugun boqqa hargiz bir miskin kirmasin deyishib pichirlashdi. Ular miskinlarni boqqa kirishdan to'siyalaymiz degan o'y bilan atiganda turishdi. Ular bog'ning kuyib, qop-qora bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan ezib qilibdik. Yo'q, biz bog'ning mevasidan quruq qilibdik, dedi. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqllisi. Sizlar nimishqa Allohga tavba qilib tasbih etmaysizlar demaganmidim, dedi.
Ular, Parvardigorimiz, seni pak e'tiqod qilmizki, biz miskinlarning haqqini ma'ni qilish bilan haqiqatan zulm qilguvchilardan bo'ldik, dedi. Shuning bilan ular bir-biriga qarshib, o'zaro malomat qilishdi. Ular deyishdi: "Voy bizga! Biz haqiqatan haddimizdan eshibdik." Umidki, Parvardigorimiz bizga uningdan yaxshiroq boqni bergay. Biz albatta Parvardigorimizdan umid qilguvchilarmiz. Azob mana shundaqdir. Ya'ni Qurayshgami boq egalariga tushgan azob tushidi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texim qattiqdir. Taqvodorlar Parvardigorning dargohida haqiqatan noz ne'matlik jannatlardan bahramon bo'ladi. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdik. Sizlarga nima bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xalqinglar bor deganni o'qidinglarmi? Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqti tushadigan mahkam bir ahdi tuzishganmi? Ulardan so'rab boqingki, ularning qarasida qaysi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklari bormi? Agar ular davosida rostchi bo'lsa, sheriklarni keltirib boqsin. U kunda, ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashadi. Ular iymonini sinash uchun sajda qilishga chaqirildi. Ular sajda qila olmaydi. Ular qo'rqinishdan tikilib qaray olmaydi. Ularga xarliq yuzlandi. Ular dunyoda sog'lom chaqlarda sajdaga da'vat qilingan edi. Ular sajdadan bosh tortdi. Bu Qur'onni inkor qilganlarni man qo'yibotgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Ularga muhlat beraman. Shubhisizki, mening tadbirim puxtadir. Yoki ulardan dinga da'vat qilganligimga haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini egirlashtiryaptingmi? Yoki ularning yanida g'ayib, ya'ni g'aybni ichiga olgan lavhul mahfuz bor bo'lib, ular aytadiganlarni shuningga yozamdi. Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Oldirang'ulikda, zeriklikda beliqning sohibiga, ya'ni Yunusga o'xshash bo'lmagin. O'z vaqtida u beliqning qornidan turib, g'amkin holda Parvardigoriga iltijo qildi. Agar u Parvardigorining ne'matiga erishmasaydi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q, bir dalaga tashlangan bo'ladi. Parvardigor uni payg'ambarlikka tanladi. Uni yaxshilardan qildi. Kofirlar Qur'onni anglagan chaqlarda sanga bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga tas qoladi. Seni shubhasiz bir majnun deyishidi. Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun vas nasihatdir. Sura Haqqa Makkada nozil bo'lgan 52 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Bulushi aniq qiyomat. Qiyomat nimadir? Qiyomatning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Samud va Ad qabillalari qiyomatni inkor qildi. Samud bo'lsa odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va so'g'oq bo'ron bilan halok qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay obrada qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xurmo daraxining pur ko'taklarida yotganligini ko'rsan. Ulardan biror odamning qolganligini ko'ra olmaysan. Fir'avn ham uningdan ilgirkilar va shaharlari dum ko'mtirilib etilgan, ya'ni Lut qavmi xato ishlarni qildi. Ular Parvardigorining payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. Shubhisizki, Nuhning zamonida cho'ng suv yamirab ketgan chog'da sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemiga soldik.
Sizlarga uni ibrat qilish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutib olish uchun biz shunday qildik. Birinchi qatimliq sur chilingan chaqda zamin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, uvilib ketgan chaqda bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. Osmon yerildi. Bu kunda osmon qalaymaqonlashib, ojizlashib ketadi. Farishtalar osmonning atrofida turadi. Bu kunda Parvardigoringning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turadi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qololmaysizlar. Nam amali o'ng quloq berilgan odam xushallikdan bu mening nam amalimni elib o'qib beqinglar. Men hisobotimga muloqot bo'lganligimga muqarrar ishongan edim deydi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi. Esil jannatda bo'ladi. Uning mevalari o'ri turganmi, o'ltirganmi, yotganmi, qo'lini so'zibla olalaydigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tgangi kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal xo'rim yanglar, ishchinglar deyildi. Nomi amali so'l qo'liga berilgan odam aytadiki, "Menga nom amalim berilmagan bo'lsa-chi, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limni, hayotimni oxiratda qayta tirilmas qilib oxirlashtirsiz-chi, mening mol-mulkim menga hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi." Allah do'zaxqa muakkal farishtalarga aytadi: "Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Ondan uni do'zaxqa tashlanglar. Ondan uni uzunligi 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar." Uning bundoq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib etadigan do'sti yo'qdir. Uningga yeringdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar noiti oz ishinsizlar. U koyinning so'zimi emas. Sizlar oz vas nasihat olsizlar. U Allohning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydi. Onda uning asosiy qizil to'mirni kesib tashlaydi. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qololmaydi. Shak shubhasizki, bu Qur'on taqvodorlar uchun vas nasihatdir. Biz shak shubhasiz bilamizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq, uni inkor qilguvchilar bor. Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qilguvchilarning savobini va inkor qilguvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat bo'ladi. Qur'on muqarrarki, shaksiz haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. Sura Ma'arij Makkada nozil bo'lgan 44 oyat. Nəhayət şəfqətli və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Bir tiliguchi, ya'ni Nazir ibn Haris kofirlarga cho'qim bo'ladigan azobning tushishini tiladi. U azobni hech odam qaytara olmaydi. U azob osmon sho'tilarining egisi Alloh tarafidan bo'lgan. Farishtalar va ruh, ya'ni Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, uning uzunligi 50,000 yil keladi. Ey Muhammad, qavmingning yetkazgan arsiyatlarga chiroyliqcha sabr qilgin. Ular u azobni yiroq deb qaraydi.
biz uni yaqin deb qaraymiz. U kunda osmon eritilgan misdek bo'lib qoladi. Tog'lar etilgan rangli yungdek bo'lib qoladi. Har odam o'z holi bilan bo'lib qoldiganligi uchun do'stidan ko'rib turib hol so'ramaydi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindishini va o'z mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va yer yuzidagi jami odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Yo'q, u muqarrar do'zaxdir. Ya'ni bu gunohkor kofir mundaq orzudan yonsin. Pido qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutqizolmaydi. Uning oldida do'zax yenib turadi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shiladi. U haqdan yuz o'rib, buralgan va pul mol yig'ib saqlagan, uningdan Allohning va miskinlarning haqqini ado qilmaganlarni chaqirdi. İnsan haqiqatan chidamsiz yaratildi. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik ya qo'rqinishdek biror ko'ngilsizlik yetgan chaqda zarlang'uchidir. Biror yaxshilik yetgan chaqda bexillik qilg'uchidir. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qilg'uchilardir. Ular mollaridan tilaydigan peqirga va tilamaydigan peqirga muayyan haq, ya'ni zakat berdi. Ular qiyomat kuniga tasdiq qiladiganlardir. Ular Parvardigorning azobidan qo'rquvchilardir. Shubhisizki, ularning Parvardigorning azobi Alloh amin qilgandan boshqa hech bir odam uchun amin bo'lg'ili bo'lmaydigan narsadir. Ular avratlarini haromdan saqlovchilardir. Faqat xotinlari va cho'rlari buningdan mustasno. O'zlarining xotinlari va cho'rlari bilan yaqinchilik qilganlar malomat qilinmaydi. Jinsi talabini qondirishni buning sirtidan tilaguvchilar haddidan oshquchilardir. Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qiluvchilardir. Ular to'g'ri guvohlik beruvchilardir. Ular namozni ado qiluvchilardir. Ana shular jannatlarda hurmat qilinuvchilardir. Ey Muhammad, kofirlarga nima bo'ldi ekan? Ular sen tarafga tez kelishib, o'ng so'l tarafingda to'p bo'lib o'tirishdi. Ulardan har bir odam nason himmatlik jannatga kirgizilishni ta'ma qilamdi. Zahat mushriklar payg'ambar alayhissalomning cho'risiga halqa bo'lib to'plashib olib, uning so'ziga quloq solatdi. Uni va sahobiyalarni masxir qilatdi. Ular Muhammad aytgandek, bular jannatga kiradigan bo'lsa, albatta bulardan ilgari biz kiramiz deydi. Bu oyat shular haqida nozil bo'lgan. Yo'q, ya'ni ular jannatga mangu kirolmaydi. Shubhisizki, biz ularni ular biladigan narsalardan yaratdik. Mashriqlarning va mag'riblarning Parvardigori bilan qasamki, ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga, ya'ni ularni halok qilib, o'rniga ulardan ortiq va Allohga itoatchan bir qavmni keltirishga biz albatta qodirmiz. Biz buningdan ojiz emasmiz. Ey Muhammad, ularni qo'yib atgin, toki ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lgan qadar botilga cho'msin, dunyosida o'ynasin. U kunda ular qabrlardan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek hamshargohga yuguradi. Ular Allohdan uyulib yuqori qaray olmaydi. Ularni xo'rliq o'rib oldi. Ana shu ularga va'da qilingan kundir. Sura Nuh, Makkada nozil bo'lgan 28 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Biz haqiqatan Nuhning qavmiga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chaqlarida to'fon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirgan deb avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim,
Mən haqiqatan sizlərə əvətilgən aşkara agahlandırğucuman. Allah'a ibadet qılınlar, onundan qorqunlar və Allah'a itaat qılınlar. O, bəzi günahınlarını məğfirat qılıdı. Sizlərni muayyan müddətkiçə kechiktirdi. Yani ömrünlərni uzun qılıdı. Şübhəsiz ki, əgər bilsənglar, Allah'ın insanga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi. Nuh aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan qavmimni kech kunduz imonga da'vat qildim. Mening da'vatim ularni texmi qochirvatdi. Men ularni sening mag'firatingga erishsin deb har qachon da'vat qilsam, da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. So'zimni anglamaslik yoki meni ko'rmaslik uchun kiyimlari bilan boshlarini cho'nkib oldi. Kufrda ching turdi. Cho'ngchilik qilib imondan texmi bosh tortdi. Ondan men ularni tovlab da'vat qildim. Ondan ularni oshkora da'vat qildim va yoshirin da'vat qildim. Ularga aytdim: Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarning mollaringlarni, o'g'illarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qildi. Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Halbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Alloh qanday qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi. Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonida nur qildi. Kunni nur chashquchi chiroq qildi. Alloh sizlarni zamindan yaratdi. Chunki otanglar odamni tuproqdan yaratgan edi. Ondan Alloh sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytardi. Ya'ni zaminda dafn qilinsizlar. Ondan sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqaradi. Zaminda keng yo'llarda mengishinglar uchun Alloh sizlarga zaminni besoq qilib berdi. Nuh aytdi: Parvardigorim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, bolasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, ya'ni boylarga, katiboshlarga agashdi. Ular, ya'ni katiboshlar menga chin bitmadi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Vadni, Suayni, Yag'usni, Yauqni va Nasrini hargiz tark etmanglar dedi. Ular haqiqatan nurg'un kishilarni osurdi. Zolimlarni texmi gumroh qilgan. Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topa olmadi. Nuh aytdi: Parvardigorim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymagin. Agar ularni qo'ysang, shubsizki bandlaringni ozdirdi. Ularning topgan ballarimi faqat fajr kofir bo'ladi. Parvardigorim, menga, ota-onamga, mening uyimga, mo'min bo'lib kirgan kishiga va mo'min erlarga, mo'min ayollarga mag'firat qilgin. Zolimlarga faqat halokatni ziyoda qilgin. Sura Jin, Makkada nozil bo'lgan 28 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'onni tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz. Parvardigorimizning azamati kattadir. Xotini va bolasi yo'qdir. Bizning oramizdagi ahmaq, ya'ni iblis Allohga va uning kattaligiga naloyiq so'zlarni qildi. Biz insonlar va jinlar Alloh yolg'onni choplamaydi deb o'ylagan edik. İnsanlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inatdi.
Şunun bilan jinlar texmo takabburlashib ketdi. Ular, ya'ni insonning kuffarlari, sizlarga o'xshash Alloh hech odamni o'lgandan keyin tirildirmaydi deb gumon qildi. Jinlar aytdi: "Biz osmon ahlining so'zlarini tinglash uchun osmonga chiqishni tiladik. Osmonning kuchli muhofizatchilar, ya'ni farishtalar bilan va ko'ydirguvchi yulduzlar bilan to'lib ketganligini bayqadik. Biz hamisha o'g'irlikcha tinglash uchun osmonning o'ltirishga bo'ladigan joylarda o'ltiratdik. Kimki amdi o'g'irlikcha anglashga urindikan, uni ko'zda turgan ko'ydirguvchi yulduzlarni bayqaydi. Biz jinlar jamoasi zimindagilarga yomonlik iroda qilindimi yoki Parvardigori ularga yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Bizning ishimizda yaxshilarmi va uningdan tuvan turdiganlarmi bor. Biz turli yo'llarga bo'lindik. Biz jazman ishondikki, Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qila olmaymiz. Uning azobidanmi qechib qutula olmaymiz. Biz hidoyatni, ya'ni Qur'onni anglagan chog'imizda uningga iymon keltirdik. Kimki Parvardigorga iymon etadigan, yaxshiliklarining kemiyib ketishidan va yomonliklarining ortirilib zulm qilinishidan qo'rqmaydi. Bizdan musulmonlar va haq yo'ldan chiquvchilarmi bor. Musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izlagan bo'ladi. To'g'ri yo'ldan chiquvchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Agar ular, ya'ni Makka kuffarlari to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib beratdik. Ya'ni rizqini keng qilib beratdik. Kimki Parvardigorning zikridan, ya'ni Allohning toat ibodatidan yuz o'raydigan, Alloh uni qattiq azobga duchor qiladi. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Allohning bandasi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besib olishga tas qoladi. Ey Muhammad, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Parvardigorimga ibodat qilaman. Uningga hech ahadni sherik keltirmayman. Aytqinki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'la olmayman. Buningga faqat Alloh qodir bo'la oladi. Aytqinki, agar men Allohga osi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohmi topa olmayman. Shundoq turibliq, men sizlarning talabinglarni qanday qabul qila olmayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qiladi ekan, ya'ni kimki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi ekan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydi ekan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'raydi ekan, u do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zaxda mangu yo'qoladi. Ular, ya'ni mushriklar, ogohlantirilgan azobni ko'rgan chog'da kimning yordamchisi ojiz va soni oz ekanligini biladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga ogohlantirilgan azob yaqinmi yoki Parvardigorim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi? Uqmayman. Alloh g'aybni bilguchidir. O'z g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Alloh o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta selib qo'ydi. Bu Allohning, uning, ya'ni payg'ambarning Allohning elchiligini yetkazganligini bilib turishi uchundir. Alloh ularning so'z harakatlarini to'liq bilguchidir. Har shayning sonini to'liq egaliguchidir. Sura Muzammil Makkada nozil bo'lgan 20 oyat. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey kiyimga yo'ginib olgan payg'ambar, kechining ozg'inasidan boshqasida, yermida yoki yerimdimi azroqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qig'in. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona ochiq o'qig'in. Sana haqiqatan tantanlik Qur'onni nozil qilamiz. Shubhisizki,
kechining qiyomi, ya'ni kechida kishining ibodat qilishi uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganligi uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi. Haqiqatan kunduzi ish bilan oldirash bo'lasan. Shunga ibodatga kechisi berilgan. Parvardigoringning nomini yod etgin. Ibodatingda uningga to'liq yuzlangin. U mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgin, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgin. Ularning, ya'ni Makka kuffarlarining seni sehrgar, shoir, Majnun degan so'zlariga sabr qilgin. Ularni chiroyliqcha tarik etgin. Ey Muhammad, mening oyatlarimni inkor qilguvchi davlatmanlarni menga qo'yib etgin. Yana ularning jazosini o'zim beraman. Ularga ozgina muhlat bergin. Shubhisizki, bizning dargohimizda ularga og'ir ishkallar va ko'ydirguchi do'zax bor. Zaqum zaridan iborat goldan o'tmaydigan tomoq va qattiq azob bor. U kunda zamin va tog'lar qattiq tavraydi. Tog'lar birdi va tarqab qumga aylandi. Shubhisizki, biz Fir'avnga bir payg'ambarni avatgandek, sizlarga amonlarga guvohlik berguchi bir payg'ambarni avatdik. Fir'avn payg'ambarga, ya'ni Musa alayhisalomga osiylik qildi. Ya'ni Fir'avn Musa alayhisalomga iymon etmay, uni yolg'onga chiqardi. Ey Quraysh jamoasi, sizlar Muhammad alayhisalomga osiylik qilgandek, Fir'avnmo Musa alayhisalomga osiylik qilgan edi. Shuning bilan uni qattiq jazoladik. Ey Quraysh jamoasi, agar iymon etmasanglar, dashtidan bolalarning beshini oqartib etadigan kundan qandoq saqlanasizlar? U kunning dashtidan osmon yerildi. Allohning va'dasi cho'qim amalga oshadi. Chunki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Bu oyatlar haqiqatan vas nasihatdir. Bu vas nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Ey Muhammad, shubhisizki, Parvardigoring sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning tahajjud namozi uchun kechining 3/2 hissida, 20da va 3/1 hissida turdiganliklarini biladi. Kechi bilan kunduzning uzunligini Alloh oldin belgilaydi. Sizlarning uni hisoblab bo'lolmaydiganliklarini Alloh biladi. Alloh sizlarga rahim qildi. Ya'ni kechada tahajjud namozi o'qishning farzligini amaldan qoldirdi. Tahajjud namozidan sizlarga qolay bo'lganini o'qinglar. Alloh biladiki, ba'zilar kasal bo'lib qolasizlar. Ba'zilar Allohning fazlini tilab, ya'ni tijorat qilib yer yuzida safar qiladi. Yana ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qolay bo'lganini o'qinglar. Farz namozni ado qilinglar. Zakotni beringlar. Allohga qarzi hasan beringlar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yaxshilik yo'llariga pul mol sarf qilinglar. O'zinglar uchun dunyoda qaysi bir yaxshi ishni qilsanglar, Allohning dargohida texim yaxshi, texim katta savobga erishsizlar. Dunyo bo'lsa fanidir, oxirat bo'lsa boqiydir. Yaxshi bandalar uchun Allohning dargohidagi savob hammadan ortiqdir. Allohdan mag'firat tilanglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Sura Mudassir Makkada nozil bo'lgan 56 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkilib olg'uchi payg'ambar, tur, insonlarni Allohning azobini ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la, kiyimingni pok tut.
azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p ilish niyatida berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa ilishni ta'ma qilma. Parvardigoringning rostlig'i uchun qavmingdan yetgan arziyatga sabr qil. Sur chilnigan vaqt u kun qiyin kundir. Kofirlarga oson emasdir. Ey Muhammad, men tanho yaratgan kishini, ya'ni Valid ibn Mughirani man qo'yib, uningga nurg'un mol berdim. Uningga ko'z oldida turadigan o'g'illarni berdim. Uning obro'yini o'stirdim. Ondan u yana ko'p berishimni ta'ma qiladi. Yo'q, ya'ni uning xolig'ini bo'lmaydi. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshi chiqdi. Uningga qattiq azobimni tetdiman. U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on to'g'riliq nima deyishni va qandoq bo'hton qilishni planladi. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Ondan u qaridi. Ondan qo'shimsini turdi va chiroyini purishtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga agishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kala mualla emas, faqat o'ginilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zdir, dedi. Uni men saqarga, ya'ni do'zaxga solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki kuydirib tashlaydi. U cho'nqurligidan insonlarning ko'zlariga yiroq musoflardan ko'rinib turadi. Uningga 19 farishta muakkaldir. Biz do'zax muakkallarini faqat farishtalardan qildik. Biz ularning soni bilan faqat kofirlarni sinadik. Toki ahli kitob o'zlarining samoviy kitoblaridagi bu sonni ko'rib, Qur'onning haq ekanligiga iymon etqay. Mo'minlarning payg'ambar alayhisolamning bergan xabariga ishonganliklaridan va ahli kitobning Qur'on xabarining Tavrat, Injildagi xabarlarga uyg'un ekanligini e'tirof qilganligidan iymoni kuchaygay. Ahli kitob va mo'minlar buningdan shaklanmaydi. Dillarida kesal borlar, ya'ni munofiqlar, kofirlar bu misoldan Alloh nimani iroda qiladi deydi. Alloh mushundaq xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Parvardigoringning qo'shunini, ya'ni farishtalarning sonining ko'pligini, ularning kuch-quvvatini va ularning yaratilishdagi cho'ngligini faqat u o'zi biladi. Bu, ya'ni Alloh bayon qilgan do'zax faqat insonlar uchun vas nasihatdir. Yo'q, ya'ni u masxara qiluvchilar qabih qilmishidan yonsin. Oy bilan qasamki, o'tib ketgan kecha bilan qasamki, yo'rg'an subhi bilan qasamki, shubhisizki do'zax balolardan biridir. Uni qandoqmi masxara qilasizlar va uningga chin bitmaysizlar. U insonlarni ogohlantiruvchidir. Sizlardan jannatga ilgirlashni xohlagan yoki do'zaxdan chekinishni xohlagan odamni ogohlantiruvchidir. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxda mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mo'minlar buningdan mustasno. Ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: Biz namoz o'qimadik, miskinlarga taom bermadik. Biz behuda so'z qilguvchilar bilan behuda so'z qilatdik. Qiyomat kunini inkor qilatdik. Toki biz o'lgucha shunda qildik. Shafaat qilguvchilarning shafaati ularga foyda bermaydi. Ya'ni ularni Allohning azobidan qutqizadigan shafaatchi bo'lmaydi. Ularga butun ahli zamin shafaat qilgan taqdirdami, ularning shafaati qabul qilinmaydi. Ular nimishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi.
Go'yo ular yo'lbosdan qochgan yovvoyi eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhissalomni ko'rganda uningdan xuddi yo'lbosni ko'rib qochgan yovvoyi eshaklardek qochadi. Balki ulardan har kishi o'ziga ochiq sayiblar berilishni xohlaydi. Yana ular Allohning Muhammad alayhissalomga nazil qilingan kitobidek kitob nazil qilinishni ta'ma qiladi. Yo'q. Ya'ni ular mundaq ta'madan yonsin. Balki ular oxiratdan qo'rqmaydi. Yo'q. Muqarrarki u, ya'ni Qur'on vas nasihatdir. Ular o'zlarining baxtiyor bo'lishini ko'zlaydigan bo'lsa, Qur'on ularning vas nasihat elishiga yetarlikdir. Xohlagan odam uningdan vas nasihat oladi. Ular faqat xohlasa, ondan vas nasihat oladi. Alloh bandalari qo'rqishga tegishli zotdir. Bandalarini mag'firat qilishga loyiq zotdir. Sura Qiyomat. Makkada nozil bo'lgan 40 oyat. Nahayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat kuni bilan qasamki, o'zni malomat qilguvchi nafsi bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Cho'qim sizlardan hisob elindi. Inson, ya'ni kafir bizni o'z chirib tarqalib ketgan so'ngaklarni jami qilolmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas. Ya'ni uning so'ngaklarini jami qilamiz. Uning eng inchga, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltira olamiz. Balki inson kelgusi hayotida gunohda afzalmoqchi bo'ladi. U masxir qilish yuzidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Ko'zlar to'rlashgan, oyning nuri o'chgan, kun bilan oy birlashtirilgan chog'da inson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Parvardigoringning tarafidir. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtirildi. Balki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlarga o'zi guvohdir. U o'zini oqlash uchun qancha uzr aytgan taqdirdami, uzrisi qabul qilinmaydi. Sana Jibril orqali vahiy nazil bo'layotganda uni esingga ilib bilish uchun oldirab tilingni midirlatma. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sen uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda uning o'qishiga agashgin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Ey mushriklar jamoasi, hargiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutasizlar. Oxiratga ko'ngil bilmaysizlar. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Parvardigoriga qarab turadi. Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. O'zlarining cho'ng mushkullikka duchor bo'lganligiga ular jazman ishindi. Rasla jon alqimga yetganda bu kasalga kim iloj qila oladi deyildi. Sakratda yotgan odam buning dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. Sakratning qattiqligidan pochaq-pochaqqa kirishib ketadi. Bu kunda haydab berilgan joy Parvardigoringning dargohidir. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Ondan kerilgan holda uyiga qaytdi. Voy sening holingga, voy sening holingga, yana voy sening holingga, voy sening holingga. İnsan o'zini bekor qo'yib berildi. Ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay, mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. U bachadonlarga to'kiladigan ojiz ma'ni emasmidi. Ondan u laqtiqan bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. U ma'nidan
ayol ikki tipni yaratdi. U, ya'ni yuqorqidek ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Sura inson Madinada nazil bo'lgan 31 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. İnson onaning qursqida bir muddatni o'tkazdi. U arsimaganlikdan tilga ilinadigan narsa bo'lmadi. Shubhasizki, biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nazil qilgan oyatlarimizni anglasin. Koinotni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik. Shubhasizki, uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi, yomon yo'lni ko'rsatdik. U mo'min bo'lib, yaxshi yo'lda mengib, Allohning ne'matiga shukr qilguchidir. Yoki fajr bo'lib, yomon yo'lda mengib, kufrlik qilguchidir. Shubhasizki, biz kofirlarga, putlarga silinadigan zanjirlarni, bo'yinlariga silinadigan taqoqlarni va yenib turgan do'zaxni tayyorladik. Haqiqatan, yaxshilar kofir aralashtirilgan may bilan to'ldirilgan jamlardan ichadi. U kofir jannatga bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichadi. U buloqni ular xohlagan joylariga eqitib bora oladi. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dashti kang doirlik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqadi. O'z muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Ular aytadi: "Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz." Shubhasizki, biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Alloh ularni shu kunning shartini saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xo'shallik ato qiladi. Ularning sabr toqatlari uchun Alloh ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. Ular jannatda taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi. Jannatdagi daraxtlarning soylari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi. Ularga tamoq qachilangan kumush taqsilar, may to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidak suzuk jamlar aylantirib sunilib turadi. Saqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ya'ni ish kuchlarning ehtiyojidan eshib qolmaydi, kemib qolmaydi. Ular yana jannatda zanjibil aralashtirilgan jam bilan, ya'ni jamdagi may bilan sug'urildi. Jannatda salsabil deb atiladigan bir buloqmi bor. Qiyirmay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan chog'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab, ularni tirilib ketgan marvoyitmikin deb qolasan. Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatgili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rsan. Ularning uchisida yo'qqa ipak va qalin ipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Parvardigori ularni pok sharob bilan sug'urdi. Shubhasizki, bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Ey Muhammad, haqiqatan biz sana Qur'onni bo'lib nazil qildik. Sen Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qiluvchiga bo'ysunmagin. Atigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Ya'ni namoz o'qigin. Parvardigoringga ko'p toat ibodat qilgin. Kechining oz qismida
uningga sajda qil, ko'p qismida uningga tasbih ayt. Shubhasizki, bular, ya'ni mushriklar, dunyoni oxiratdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi. Biz ularni yaratdik. Ularning badanini masmut qildik. Agar biz xohlasak, ularni halok qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamlarni dastatdik. Shubhasizki, bu oyatlar vas-nasihatdir. Bu vas-nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Faqat Alloh xohlagandala ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Alloh zolimlarga qattiq azobni tayyorladi. Sura Mursalat Makkada nazil bo'lgan 50 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Arqi-marqi chiquvchi larson shamollar bilan qasamki, qattiq chiquvchi bo'ronlar bilan qasamki, bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga tarqatquchi shamollar bilan qasamki, haq bilan botilning, harom bilan halolning orasini ayiruvchi farishtalar bilan qasamki, bandalarga o'zra qoldirmaslik yoki Allohning azobidan ogohlantirish uchun vahiyni payg'ambarlarga elib tushguchi farishtalar bilan qasamki, ey Makka kuffarlari, sizlar ogohlantirilgan ish, ya'ni qiyomat, hisob va jazo cho'qim maydonga kelguchidir. Yulduzlarning nuri o'chirilgan chog'da, osmon yerilgan chog'da, tog'lar tutilib, shamolda uchib yurgan zarilardek uchib yurgan chog'da, payg'ambarlarga ular bilan ummatlari orasida hukm chiqarishga vaqt belgilangan chog'da, va'da qilingan qiyomat maydonga keladi. Payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi? Xaloyiqning orasida hukm chiqarilgan kun uchun ta'xir qilindi. Hukm chiqarilgan kunning nimaligini, ya'ni uning dashtini qandoq bilalaysan? Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Payg'ambarlarni inkor qilganliklari uchun ilgirkilarni halok qilmadikmi? Ondan ularga ergashtirib keyingilarni halok qildik. Gunohkorlarni mushundaq qilamiz, ya'ni jazolaymiz. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Sizlarni biz ojiz ma'nidan yaratmadikmi? Uni biz ma'lum vaqtgacha, ya'ni tug'ilg'ucha puxta aramgoh, ya'ni bachchadonda qildik. Biz uni obi ma'nidan yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lg'uchimiz. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Zaminni biz o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Ya'ni tiriklarni va o'liklarni o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Biz zaminga egiz tog'larni o'rnatdik. Sizlarni tatliq suv bilan sug'ardik. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Ularga do'zax muakkallari, sizlar dunyodagi chig'inlarda inkor qilgan do'zax azobiga beringlar. Ushshaqliq soyaga beringlar deydi. U soya jahannamning tutuni bo'lib, kishini sagdatmaydi. Jahannamning yolqinini to'smaydi. U yolqin qasrda cho'ng ushqullarni chiqardi. U ushqullar qora, seriq tuyg'ularga o'xshaydi. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Bu kunda ular so'z qilolmaydi. Ularning o'zri aytishiga izni berilmaydi. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Bu xaloyiqning orasida hukm chiqarilgan kundir. U kunda sizlarni va avvalgilarni, ya'ni o'tgangi ummatlarni oranglarda hukm chiqarish uchun yig'imiz. Agar azobdan qutulishga biror choranglar bo'lsa, chora qilib beqinglar. Bu kunda
u kunni inkor qilg'uvchilarga voy. Shubhisizki, taqvodorlar soylardan, buloqlardan va ko'ngil tortgan mevalardan bahramon bo'ladi. Ularga dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar uchun xo'shal xo'rab yaqlar va ichinglar deyildi. Shubhisizki, biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtliq yanglar va bahramon bo'linglar. Shubhisizki, sizlar gunohkorsizlar deyildi. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Ularga ruku qilinglar deyilsa, ular ruku qilmaydi. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Ular shalliq dalillarni o'z ichiga olgan, fasohat, balog'atda eng yuqori bo'lgan bu Qur'onga ishonmasa, boshqa qaysi so'zga ishonadi? Kitob o'qish munbiri avlodlar torbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.